Jizzaximizda narxi ham, mazasi ham bizni hayratlantirgan taomlanish markazi haqida narxlari bilan. Ushbu fayzli joyning katta hovlisi, ko'p daraxtlari va fontani ham bor ekan. Zamonaviy va milliy uslubda jihozlangan xonalari erkak va ayolga ma'qul keladi. Shunday xonalarning biriga joylashdik. Chaqqon ofitsiant patnisni to'ldirib keldi. 5 kishi uchun yarim kilo osh aytdik. Orada bir do'stimiz limon suvidan nimadir tayyorladi, lekin men ichmadim. Kechikkan do'stimiz bilan ko'rishib bo'lgach, siz uchun pishirish xonasidagi jarayonlarni ko'rsatishni xohladim. Tozalikka yaxshigina e'tibor qilingan. Xodimlarning muomalasiga uzoq qarindoshimmasmikin deb o'ylab qoldim. Mohir oshpazlar bir zumda oshni suzib tashladi. Aytgancha, Jizzax viloyatidan bo'lsangiz, shu profilga obuna bo'lib kuzatsangiz, Jizzaximiz haqida foydali ma'lumotlar berib boramiz. Sovg'ali o'yinlar o'tkazamiz va nihoyat qaynoqqina osh manziliga yetib keldi. Har doimgiday bo'rni ishtahasiga ega do'stlarim oshni 2 yamlab bir yutdi. Shu joyda videoni birga keladigan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Mazzali bo'lishiga qaramay, ozgina ortiq ham qoldi. Hammasi bo'lib 5 kishi uchun 323 ming to'ladik. Narxiga arziydimi? Manzil Jizzax. Hamid Olimjon, Eshon bobo osh markazi.